بسم الله الرحمن الرحيم. Aytadilar, men bir narsadan ajablanaman. Sahobalar kofira ayollar bilan chiroyli xulq bilan yashay olgan. Kofir qo'shniga adolatli qo'shnichilik qila olgan. Hatto bir kofir qavmga urush qilib borsa, erkaklarni o'ldirib, ayollar cho'ri qilib olgan. Sahobalar o'sha cho'rilarning muhabbatini qozongandan hech biror cho'ri sahobalarni uxlab yotganda yoki namoz o'qiyotganda o'ldirib ketmagan. Lekin nega hozir musulmon oilalar, musulmon qo'shnilar birga go'zal xulq va adolat bilan yashay olmayapti? Bunga sabab nima deb o'ylaysiz debdilar. Haqiqatdan shunday, to'g'ri bu gap. Ya'ni shuning uchun ham masalan Alloh kofiraga uylanishga ruxsat bergan, nasroniya, yahudiyaga. Endi mayli hozir u mumkin emas bo'lsa-da, Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, lekin asli shu avvalda shunga ruxsat berilgan bo'lgan. Bu o'sha musulmon erkak boshqaruvchi bo'lishligi uchun va boshqara olishligi uchun. Ya'ni shunaqa moslashtira oladi deganida, ya'ni shunaqangi ayolni ham o'zini muhitiga moslashtira oladi deb ruxsat berilgan. Bunga ochiq bir yaqqol misol mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safiya onamizga uylanganlar, yahudiya bo'lganlar u kishi. Uni dadasini o'ldirganlar, erini o'ldirganlar va boshqa qavm qarindoshlarini o'ldirganlar. Tabiiyki u narsalardan u kishiga ham ko'ngilga g'ashlik kirgan bo'lgan. Shuning uchun o'sha siyratda aytilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiyaga tushuntiruvdilar. Ya'ni dadang menga bunaqa qilgan, qarindoshlaring menga bunaqa qilgan deb haligi ularning qilmishlarini-da, xiyonatlarini ya'ni gapiraverganlaridan Safiya onamiz mutlaqo o'zining qavm qarindoshini yomon ko'rib, o'sha yahudiylarni to'liq islomga kirib, mana ummul mu'minin bo'lib ketdilar. Oddiy cho'ri ham emas. Va u kishini Rasululloh oddiy bir cho'ri bo'lib kimnidir qo'lida cho'ri bo'lib qolib ketishidan qutqardilar. Dihya olgandi. Dihyaga boshqasini olsen deb o'zlari oldilar-da, keyin hur ayolga, o'zlarini ayollariga aylantirdilar. Hech qachon shuning uchun shunaqa narsa bo'lmadi keyin yov qarash. Qachon u kishini birov ayblasa yahudiya deb, ayollar rashkdan Rasululloh aytdilar, nima qilib yahudiya bo'lsang, bobom Muso, amakim Harun demaysanmi, faxrlanmaysanmi deganlar va hokazo. Ya'ni mana shu narsadan o'z-o'zidan aytmoqchimanki, siz so'ragan narsalarga mana javob chiqyapti. Nimaga hozir musulmonlar bir musulmon bilan yashay olmaydi? Yoki mana bir musulmon ayol bir musulmon erkak bilan yashay olmaydi. Urush, janjal, bu janjal. Bu hech hali u yahudiy emas, nasroniy emas. Bu yerda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar kofira bilan ham islomga kirgizib uni yashaganlar, sabab bo'lib o'shanga. Va ahli kitoblar bilan yashagan haqiqatdan ayollar, erkaklar. Buni birinchi sababi o'sha erkaklarda mana Rasululloh qilgandek sabr bo'lgan. Mana hozir Rasulullohni aytyapmiz-ku, tushuntiraverganlar, o'zini qavmini yomon ko'rib Rasulullohni yaxshi ko'rib qolgan. Bu oson bo'lmaydi u. Mana Rasululloh o'sha oyoqlarini qo'yib berganliklari Safiya onamiz nimaga tuyaga chiqayotgan paytda Safiya onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyoqlarini ustidan ko'tarilganlar tuyaga. Bu hurmat, ehtirom deganida tushuntirish, sabr, eshitish, masalan, narigi tomonni. Achchiq qilsa ham hattoki sabr qilib yutib dardini narigi tarafda eshitish, mana shu narsalar uni qalbini yumshatgan bu yoqqa qaratib. Hozir aytyapmiz-ku odamlarda shunaqa mana bu asabiyligini. Oddiy bir to'yda bunday tortib yediryapti bir-biriga, ming martalab ko'ramiz mana shunaqa narsalar hayotda bo'lganini. Sal bir erkalanaman desa, haligi ayol, kelin asabi chidamaydi mana yoshgina bolani. U nima ko'rgan hayotda bunchalik nervni ajablanasiz ya'ni. Bu katta ehtimol bilan shu ma'siyatlardan bo'ladi. Mana bu zamonaviy hayot, telefon, internet va hokazo. Mana shunaqa narsadan bo'ladi. Ya'ni asab joyida emas odamlarda. Yarimta gap boshqacha eshitmaydi, sal gapirsa birdan mush tayyor turadi. Qanaqa qilib keyin u bilan yashab bo'ladi? Bu yerda erkaklarda sal gapga shu mush tayyor tursa, ayollarda ham shunaqa yarimta gap boshqacha, sal gapga birdaniga talog'ini berib ketaman, mana shunaqa gap tayyor turadi. Umuman odamlarda bir tarbiya, tushuncha yo'q. Baribir qadimda kofir bo'lsa ham odamlarda o'sha bir joyga tushdimi, o'zimizda mana eski onalarimiz qanaqa bo'lgan, ana shunaqa bo'lganda avvalgi zamonda ham. U o'sha yerda eri o'lsa ham o'sha yerda qolgan. Ya'ni shu darajada sabrli ayollar bo'lgan, ayollar ham, erkaklar ham shunaqa qanoatli bo'lgan, ya'ni sabrli bo'lgan, eshitgan ayolni. Xullas muhim birinchi aytmoqchimanki, mana shu narsa sabab. Odam bir-biriga tushuntirish kerak. Tushuntirish asnosida bir-birini eshitish kerak. Unisi shang'illavermay, bunisi birdaniga mushtlayvermay. Odam bunday bir xotirjam gaplashish, ochiqlik bilan munosabat bo'lganda, ana shuning uchun shunaqa dinga kirib ketgan o'sha cho'rilar qanchalari. Musulmon bo'lib ketgan. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab
umumiy boshqaruv nizomi kuchli bo'lganligida. Ya'ni islom nizomi mana xalifalik deysizmi, sultonlik, amirlik kuch mana shunda bo'lgan. Shuning uchun bu narsa o'z-o'zidan qolgan boshqa millatlar va dinlarni o'ziga tortgan. Ular taqlid qilgan kerak bo'lsa. Mana yahudlar, nasorolar musulmonlarga taqlid qilgan. Chunki kuch egasiga taqlid qilinadi. Kuch musulmonlarda bo'lgandan keyin hamma musulmonga taqlid qilgan. Ma'lumki yaqin tarixda ham Yevropa podshohlari xotinlarini niqobda olib yurgan suratlari tushib qolgan. Bu nimadan? Musulmonlarga taqlid qilgan ular. Musulmonlarga taqlid qilinib ismlar qo'yilgan. Musulmonlarga taqlid qilinib o'qishlarda shunaqa nizomlar kirgizilgan. Mashhur bu narsa. Faqat bir qalbida ma'z bor odamgina inkor qiladi. Kuch musulmonlarda bo'lgan paytda boshqa hamma millatlar, yahud ham, nasroniy ham ularga taqlid qilgan. Ana shu islom kuchi aytmoqchimanki, umumiy bosim tarzida ana o'shanaqangi joriyalar bormi, qullar bormi, hammasini o'ziga itoat qildirgan. Bunga bitta misol hozir mana aksi bo'lyapti-ku. Masalan, butun kufr tuzumi bu demokratik nizom deysizmi yoki hokazo. Musulmonlarda ham o'zidan odamlarning safini ichida, shu butun insoniyat ichida musulmonlarda ham uncha-munchasini o'ziga bo'ysundirib olgan. Kuch shunda bo'lganligi uchun hozir. O'z-o'zidan beixtiyor ongi o'shanga ta'sirlanib qolgan, o'shanga bo'ysunadi. Shuning uchun ham bir narsa desangiz birdan Alloh aytdi desangiz ham, yo'q, biz demokratik nizomda yashayapmiz deydi. Biz konstitutsion davlatda yashayapmiz deydi masalan. Suverenitet deydi. Hammasi qarasangiz Fransiyadan kelgan istilohlar bular aslida. Yevropa kofirlaridan. Lekin endi o'sha kuch o'shalarda bo'lib qolgani uchun hozirgi vaqtinchalik ya'ni. O'z-o'zidan mana zaif qatlam ularga bo'ysunib ketadi. Kerak bo'lsa o'ziga sharaf deb biladi ana shularga bo'ysunishni. Yoki mana o'zimiz tomonda qarang. Ruslar kuchini o'tkazib qo'ygani uchun bizga haligacha shunaqa odamlar bor. Ruslar bizni boqib yotibdi, rus og'alarimiz deydigan. Ketdi bo'lmasa ruslar chiqib ketdi, yo'q hozir, lekin baribir shu kuchini ta'siri qolganidan. O'zini qul qilib rozi qul bo'lishga ham ruslarga. Yoki o'zimiz ham masalan borib ishlaymiz qanchamiz Rossiyaga, ayb emasman, lekin o'sha yerdan quloqimiz qimlatmay yuribmiz-ku, quldek muomala qilinsa ham. Nima uchun? Chunki kuch o'shalarda ya'ni. Mana bu asosiy sababi ham bir demoqchiman, ya'ni avvalgi zamonda shuni aksi bo'lgan. Kuch musulmonlarda bo'lganligi uchun mana bunaqangi past tabaqalar yahud nasorolardan kelib qolgan yoki majuslardan bo'lgan qullar, cho'rlar o'z-o'zidan yuqori qatlamga bo'ysungan va o'ziga kerak bo'lsa o'shani sharaf deb bilgan. O'sha yerda xizmat qilavergan. Chunki borsa boshqa joyga bora olmaydi ham. Borgan joyini o'zi yo'q, o'zining yurtida undan battar zulmga uchragan o'sha qullar, cho'rlar. Bu yerda musulmonlarning qo'lida ular ko'rgan adolati o'zlarini yurtlaridagi hurlikdan-da yaxshi bo'lgan. Musulmonning qo'lidagi qulligi ya'ni. Ana shuning uchun keyin o'z-o'zidan voqelik bilan bular bu narsaga taslim bo'lib qolavergan. Demak, ikki narsa bor bu yerda xulosa qilsak, mana shu birinchisi odamlar o'zining munosabati shaxsiy bir-biriga, ya'ni ikkinchisi mana shunaqa umumiy nizomda kuch bo'lishligi kerak. Ana shundagina bu narsa amalga oshadi. Allohu a'lam.